Mana shu ashularni barcha Real Madrid muxlislari juda ham sog'inib ketishdi. Xo'sh, kelinglar endi qaysi top jamoalarga qarshi Real tushishi mumkinligi haqida hozir gaplashamiz. Avvalambor, agarda siz shu jamoa muxlisi bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bilasiz, so'nggi 2 yilda Real Madrid o'zini bu turnirda unchalik yaxshi ko'rsata olmayapti deb aytishimiz ham mumkin. Sababi bu jamoa agarda finalgacha chiqib g'alaba qozonmaydigan bo'lsa-da, unda mavsum muvaffaqiyatsizlik o'tdi deb hisoblanadi. 2026-2027-yilga bu turnir guruh bosqichida Real yaxshilab eshitamiz. PSG, Liverpool, Manchester City, Bavariya, Inter, Arsenal. Mana shu jamoalarda ikkitasiga qarshi aniq o'ynaydi. Qur'a tashlash marosimi 27-avgust sanasida bo'ladi. Hali vaqti bor. Shuning uchun siz bu marosimni o'tkazib yubormaslikni istasangiz, hoziroq Telegram kanalimizga kirib qo'ying. Xo'sh, sizni qo'lingizda bo'lganida qaysi jamoalarga qarshi Real o'ynashni istagan bo'lardingiz? Izohlarda yozib keting. Men misol uchun Bavariya bilan Arsenalni tanlagan bo'lardim.